O'lgandan keyin taylagan, ha? Tiriklikka taylaganda, taylagan tezda tushib ketasan degan. Yo nima ana u? Yo bo'ptasi bu-ku. Umid yo'q, matlab bor o'g'li. Mana bir Xudoy bergan Javlonning shahid bo'lgan joylari. Bugun keldik shu yerga. Gapirsa sen gapirib. Bilan nima dedi? Gapiraveradi onasi. Mana bu yerga Xudoybek yotgan joyni olibdi mana hozir. Xudoybekni shu yerga tikka o'tirib, ukasini qo'rg'ilab o'tgan joy. Mana bu toshga yozilgan otlari. Mana bu yerga bu Javlon o'lgan joyi. Shu yerga uxlab qolgan. Javlonni shu yoqqa bosh qo'yib o'lgan, ha? Mana shu yerga o'rniga Oyog'ini izdim, boshini izdim. boshini izdi. Boshini. Yoqqanaga oyog'ini qilgan. Oyog'ini uzatgan dashka. Dashka oyog'ini uzatgan. Shu yerga mana toshni tikka qilib qo'yuvdi o'da. Ya endi baribir shu yerga boshini qo'yib o'lgan. Javlon akasiga qilib o'lgan ekan-da. Akasi managini bog'lagan ekan shu yerga. Bog'lagan. Shu yerga bog'lab qo'ygan. O'zi yoqqa kutib o'tgan, borib otam bilan onam keladi deb. Qana bog'labdi mayda bachcha. Akram akam aytdi bo'ja. Bog'lab ekan. Anaga hech o'qigan. Bunday qilib bog'lagan. Bunday qilib bog'lagan ekan. O'sha o'lib qolgan bog'lab kutib o'tganda, u qiylaga qarab, shuni o'lib qolgan o'zi ham. O'sha qarab o'tganda. Otamdan onam keladi deb. Ijag'ini bog'lagan ekan. Ijag'ini bog'lab kutib o'tganda bizani. Odamni bog'laganda yolg'onni gapirar. Gapirayotganlaring gapiraver. Bo'lmasa o'lganini bilgan ekan-da. Bilgan ekan. O'zi o'lmay qarab o'tganda. O'lganini bilgan ekanmi? Hech mana shunarini eshitgan yo'q. Qataloqda hozir.
Nima ekanamdi, shuncha uzoq ekanamdi. Yaqinda yetdingiz, shuncha uzoq ekan. Uzoq joydan qanday yetib borar ekan, hali shuncha vaqtga bazil yetib keldi biza, soat 2ga. Shundan boshib ketdi. Charchamadingmi Ruxshon? Qomatxon sanchi? Ketdik, shakar buloqqa boramiz endi. Ha. Acil ol bolaman sizlarni. Gapiring. Ketdik endi shakar buloqqa. Borlarni ko'ramiz endi. Baba. Ketdik. Nima qilib olapsiz o'zi?